Siz shu savollarga javob bera olasizmi? Oxirgi 7 kun ichida 6 ta seriyani tomosha qildingiz. Endi esa savol berish navbati bizdan. Boshladik. 5 vaqt namozdan tashqari qaysi namoz payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga farz bo'lgan? Qiyomat kuni inson va jinlardan so'raladigan birinchi amal qaysi? Har bir namozdan keyin qaysi surani o'qigan insonga jannat va'da qilingan? Namoz vaqtida qaysi surani aytish majburiy? Hadisga ko'ra bandaning Allohga eng yaqin holati bu. Namoz vaqtida qaysi amal qilinganda shayton ko'z yosh to'kadi? Qazo namozi qachon o'qiladi? Tahajjud namozi qachon o'qiladi? Hadisga ko'ra Alloh taolo dunyo osmoniga tushadigan vaqt qaysi? Namozni tark etgan inson haqida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam nima deganlar? Bu videoni boshqalarga ham ulashing.